Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ancha tanaffus bo'lib ketdi. Orada ishlar bilan band bo'lib, video joylashga ham ulgurmay qoldim. Endi xudo xolasa sekin-sekin yo'lga qo'yamiz. Bugun 31-iyul kuni, chislo 26-yil. Biz Marg'ilon shahrida xonadon uchun umumiy quvvati 50 kilovatli bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib topshiryapmiz. Xo'p, hozirgi vaqtida soatimiz 10. Soat 10 ga nisbatan invertorlarda ishlashini ko'rsataman. Chiroyli qilib kreplenalari bilan, maxsus kreplenalari bilan, kreplenani ham baquvvati bu, zo'ri. Mana shunaqa chiroyli qilib endi xonadonni tomidan kelib chiqib joylashtirishga harakat qildik. Joyimiz juda katta emas, lekin 50 kilovatni chiroyli qilib siqdirib berdik mana shunaqa qilib. Hozir sizlarga montaj qismlari va invertorlarda ishlab turishini ko'rsataman. Kuzatishda davom etib tursalaring, ko'plab ma'lumotlar berib o'taman bu narsa haqida. Yana narxlari bilan ham tanishtirib chiqaman sizlarga. Xo'p, pastda invertorimiz mana shu tomni ustiga qo'yganmiz, panellarni tagiga. Sababi juda qulayliklari ko'p buni. Chiroyli qilib, mana shunaqa qilib o'rnashtirganmiz. Montajlarimizni ham kabellar osilib yotmagan, bir tekisda akkuratni qilib olib kelganmiz. Hop, 50 kilovatli stansiyamizda 80 ta panel bu, 625 vatli Jinko haqiqiy global original panellar. Hop, 5 ta seksiyaga bo'lganmiz. 5 ta seksiyaga bo'lib, 4 polisli avtomatlar bilan mana qilib chiroyli qilib, xavfsiz qilib zashtalarni qilganmiz. Kim nima fikrda? Biz predохранитель deymiz, saqlagichlardan umuman voz kechganmiz. Sababi buni praktika bizga ko'rsatgan. Shuning uchun saqlagichlar qo'ymayman, lekin boshqa zashtalar mana o'zining DC avtomatlari, uzib, zazimlenlar kakpolojniy bo'lgan. Hop, sip kabelda masofadan kabelni olib kelib, обязательно biz invertor tagiga mis kabelni olib kiramiz. Buni ustagalarimiz yaxshi tushunishadi. Hop, invertorimizni ko'radigan bo'lsak, hozirgi vaqtga soat 10 ga 34 kilovat ishlab turibdi. Bu вообще yaxshi natija. Hop, ishlarimiz mana shunaqa bir tekisda chiroyli qilib profillar bilan zaynlashga qarshi uzun metallist kraskalar bilan kraskalangan. Hop, xizmatlar bo'yicha o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Biz bu obyektimizni, mijozimizga 50 kilovatli obyektimizni barcha xarajatlar ichida 170 million so'mga bajarib topshiryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Ko'rib turgan telefon raqamlaring bilan bog'laninglar. Hammaga rahmat.